Mana ko'rib turganinglardek Koinot Kavsari sanatoriyasida dam olish maskanida mana bugun 10-kun alhamdulillah damovamiz. Shunaqa shu sanatoriyani chiroyliligi, ozodaligi, muolajalarni shifo baxshligi, o'sha oltin gugurt suvlarini shifo baxshligi juda ham yoqdi. Bu yoqqa juda ham yomon holatda kelgan edim. Ancha kayfiyatim chatoq. Shunaqa holatda kelgandim. Kun issiqligigami, Toshkentda bilmadim. Lekin bu yoqqa kelgandan keyin 2 kun ichida shunaqa o'zgardim. Muolajalariga ham gap yo'q. Buni qurib, mana shuni boshqarayotgan insonlarga ham katta rahmatimni aytaman. Qorayotgan oyoqlarimiz ham og'rimay qoldi. Muolaja qilayotgan qizlarimizga rahmat aytaman. Haqiqatan ham bu yerda hech qanaqa yolg'on yoki biror narsa yo'q ekan. Men Instagram orqali keldim. Kelganimdan va ketkizgan pullarimdan juda ham minnatdorman. Bu yerda boshqaruvchilariga ham, qabulxonadagilariga ham, osh ovqatlariga ham, bu yerdagi xizmatga ham, xonalarni tozaligiga ham, bu yerdagi farrosh qizlarimizga ham hammaligiga kattadan katta minnatdorchiligimni bildiraman. Hammaga tavsiya qilaman.